Assalomu alaykum ustoz, 1 million obunachi bilan tabriklayman. Bizga ham nasib qilsin, ko'rib xursand bo'ldim. Buni oldindan bilardim-u, lekin oxirgi paytda yana ham ishonch hosil qildim. Doda va buvining qilgan duosi, niyatni to'g'ri olish va eng muhimi, shukr qila bilish insonni hayotda ko'p narsalarga erishishiga sababchi bo'lar ekan. Azizlarim, biz 1 million bo'ldik. Ko'pchiligimiz yoshligimizda sevib tomosha qilgan avtopatrulni boshlovchisi Behzodbek aka Abrorov hozir Instagram sahifasida 1 million obunachi chiqibdilar. Alloh xayrli qilsin aka, tabriklaymiz. Tez fursat ichida 1 million yig'ish hammaga ham emas, Behzod aka omad tilaymiz sizga. Yoshligimizda shu avtopatrul ko'rsatuvini ko'rib, bolalikni eslatadigan ovoz sog' qilib, Behzod aka obunachilar soni 1 million bo'lganimni tabriklaymiz. Behzod aka, biz sizni Bog'bon jamoasi chin qalbimizdan tabriklaymiz. Behzod aka, esda qoladigan 1 million kuningiz bilan tabriklaymiz. Joningiz sog' bo'lsin aka, Xudo xohlasa bundan ham katta yutuqlarga erishing. Birgalikda xursandchilik qilib yuraveraylik. Ijodingizga omad tilaymiz. Xudo xohlasa 10 million bo'lganda ham tabriklash nasib qilsin. Behzodbekka tabriklayman. Bundan ham katta natijalarga erishing. Xudo xohlasa aka, 1 million emas, ya'ni 10, 15, 20 millionlarga chiqqaningizda ham biz sizni tabriklab turishimiz nasib qilsin. Meni shu kungacha qo'llab-quvvatlab turgan va endi podpiska tugmasini bosadigan barcha obunachilarimga rahmat. Sizga ham ana shunaqangi sodiq obunachilar nasib etsin. Barcha yaxshi niyatlaringizni kommentda kutib qolaman.